Men Aslan bilan Oq uyda jang qilishni xohlagan bo'lardim. Chunki bu UFC tarixidagi eng katta janglardan biri bo'lardi. Chunki hali hech kim 3-kamar uchun jang qilmagan. Islom yengil vaznda to'liq hukmronlik qildi va yarim o'rta vaznga ko'tarildi. Aynan shu sababdan bizning jangimiz juda ham katta shov-shuv bo'ladi. Haqiqiy blockbuster. Agar Islom Makhachev Dela Madalenaga mag'lub bo'lsa, u o'z uyiga Dagestonga qaytib, fermasida qo'yini boqib yuraversin. Lekin u g'olib bo'lsa, men albatta yarim o'rta vaznga ko'tarilaman va u bilan jang qilaman. X hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top keplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan ссылка orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Yangari, Islom va Madalena o'rtasidagi jang juda ham qiziqarli, chunki bu darajada ko'p omillar mavjud bo'lgan janglar kam uchraydi. Bu jangda ko'p omil bor. Men buni miyamda aylantirib, turli ssenariylarni o'ylab topganimda, Madalena parterda bo'lganini va u yerda kaltaklanganini ko'rmoqdaman. Bilal Muhammad so'nggi 2 raundda bunga muammosi erishdi. Bundan tashqari biz buni Gilbert Burns va Bilal bilan bo'lgan janglarda ham ko'rdik. Bu yerda uni zaif tomoni borligi ko'rinib turibdi. Men uchun asosiy savollar quyidagicha. Islom Jackni yiqitganda u so'nggi paytlarda qanchalik yaxshi kurasha boshladi. Axir biz bilamizki, Islomning jahon darajasidagi kurashi va uni kelib chiqishini hisobga olsak, butun faoliyat davomida aynan shunday bo'lgan bo'lsa kerak. Jack xuddi Bilal bilan bo'lgani kabi Islomning kurashini to'xtata oladimi? U o'zidan ko'ra mahoratliroq kurashchiga qarshi bu ishni qanday qila oladi? Boshqa tomondan agar stoyka haqida gapirsak, bu yerda Jack uni bemalol yuta oladi. Uni barcha zarbalari, holatlarni o'zgartirishi, texnikasini, ravonligi Islomnikidan ancha yaxshi. Islom bu borada unga raqobatchi bo'la olmasa kerak. To'g'risini aytsam, stoykada Jack g'alaba qozonadi deb o'ylayman. Masala shundaki, u Islomning kurashini 5 raund davomida to'xtata oladimi yoki yo'qmi? Bundan tashqari bu vazndagi jangchilari gabaritlari unga muammo tug'dirmaydimi? U bilan jang qilmoqchi bo'lganing uchun u haqida shunday gaplarni aytmoqdamisan, ya'ni iliq gaplarni? To'g'risini aytsam, menga umuman farqi yo'q. Kimda kamar bo'lsa, bo'ldi. Men o'sha bilan jang qilaman. Men dunyodagi eng yaxshi ekanligimni bilaman va meni vazifam chiqib buni isbotlashdir. Ammo umuman olganda, menimcha bizni Islom bilan jangimiz davlatlarimiz o'rtasidagi yuqori darajadagi qarama-qarshilikni bunday tarixini hisobga oladigan bo'lsak, juda ham ko'p pullar olib kelishi mumkin va menimcha hamma muxlislar ko'radigan jang bo'lardi. Umar Nurmagomedov. Islom hozir juda ham zo'r formada. Bilasizmi, u juda ham aqlli jangchi. Men uni ancha vaqtdan beri bilaman va shuni ham bilamanki, u hech qachon bitta jang rejasi bilan cheklanib qolmaydi. Unda har doim A, B, V va hokazo rejalar bor. Agar nimadir o'xshamasa, u boshqasidan foydalanadi. U barcha mumkin bo'lgan vaziyatlarga tayyor. Juda ham zo'r jangchi, juda ham zo'r do'st. U bu kamarni bemalol oladi deb o'ylayman. Shaxsan mening fikrimcha, u bu narsaga loyiq. Benil Dariush. Islom Madalenaga qarshi asosiy jangda jang qiladi. Biz sen bilan bu jang haqida gaplashgan edik. O'shanda sen Islom tomonda eding. Hozir jangdan 1-2 hafta oldin fikring o'zgarmadimi? To'g'risini aytsam, men fikrimdan qaytdim. Madalenaga endilikda ko'proq ishonmoqdaman. Nima uchun? Bilmayman. Menimcha gabaritlar hamma ishni qiladi. Jackga chidamligi juda ham yaxshi. Bilmayman, balki xato qilayotgandirman. Shunchaki ichki ovozim xuddi shunday demoqda. Bu men aniq oldindan ayta olmaydigan janglardan va shu narsani men aniq bilaman. Chicagoda Hamzat Chimayev va Dricus Du Plessis jangini ko'rding. Hamzatning jangi senga yoqdimi? Nima deb o'ylaysan? Ha, albatta hayratda edim. U Dricus Du Plessisga nima qilganini ko'rish zo'r edi. Juda ham ta'sirli. Juda ham yoqdi menga bu jang. Yana nima qo'yish mumkin? Bilaman, ba'zi odamlar bu zerikarli jang bo'ldi deyshadi, lekin bu Hamzat ayb emas. Ular uni qilgani faqat raqibni ushlab turish deyshadi. Yo'q, Du Plessis bunga qarshi hech narsa qila olmasdi. Bilmayman, lekin menimcha bu juda dominant jang bo'ldi. Hamzatda meni eng hayratda qoldiradigan narsa shuki, uni janglarini men ko'rib chiqqanimda, shuni bildimki, turli usullarda jang qiladi. Ham kurashchi sifatida, ham takedown qila oladigan jangchi, ham udarnik bo'lib ishlay oladi va bu narsalarni juda ham zo'r aralashtiradi. Bundan tashqari, stoykada ham u ancha kuchli. Uni janglarini tomosha qildim va zarbalarida ham haqiqatan ham kuch bor. Dan Hooker. O'rta vaznda uni yengish juda ham qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Bilasizmi, menimcha Jack Islomga qarshi juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'radi. Birinchidan, jiu-jitsuni eng zo'r o'rgangan odam Jones Craig bilan ishlamoqda. Ikkinchidan, uni o'zining uslubi va iqtidori juda ham zo'r. Dageston uslubiga qarshi javoblari bor. U Islomning ko'p zaif tomonlarini ko'ra oladi. Bundan tashqari, biz Volkning Islomga qarshi jangga qanday tayyorgarlik ko'rganini bildik. Bu juda ham ajoyib tarzda amalga oshirilgan edi. O'ylaymanki, bu ishlanmalarning barchasidan foydalanadilar. Yuqorida aytib o'tganimdek, u xuddi shunday uslubdagi jangchi. Bilal Muhammadga qarshi juda ham yaxshi kurashadi. Menimcha Jack kurashda undan ustun keladi. Unda ham gabaritlar yaxshi, baquvvat, haqiqiy o'rta vaznli jangchi. Uni hatto oyog'idan ushlatsangiz ham o'zini boshqarishga umuman yo'l qo'ymaydi.
Albatta, men Islomni o'rta vaznga o'tishga va Jek bilan jang qilishga qaror qilgani uchun uni juda ham hurmat qilaman. Chunki bu narsani eng buyuk yengil vazn tarixidagi Habib ham qila olmadi. Vaholanki u ham ikki vaznda chempion bo'lishga harakat qilib ko'rish mumkin edi. Xullas, Islomga qoyil qoldim, lekin men baribir Jek g'alaba qozonadi deb o'ylayman. Islom juda ham kuchli bo'ldi. Bu shunchaki aql bovar qilmaydigan holat. Ular bu yerga Dubayga kelishganda, men mashg'ulot lageriga qo'shilganimda va uni birinchi marta ko'rganimda juda ham hayratda qoldim. U juda ham baquvvat ko'rindi. Undan hol-ahvol so'radim. U bo'lsa hammasi zo'r murabbiy dedi. Uni qanday ishlashini, mashq qilishini kuzatdim. Keyin esa birinchi sparingni o'tkazish vaqti kelganda shok holatiga tushdim. Uni yangi vazniga kuchi shunchalik moslashganidan hayratda edim. Islomning qo'lidan bu narsa kelishiga ishonaman. Bunga ishonchim komil. Kim nima deyishdan qat'iy nazar, men uni hali ham birinchi raqamli deb hisoblayman. Mana meni qahramonim. Qirol pound for pound. Madison Square Garden'da esa noyabr oyida uni yangi yuksalgan versiyasi sizni kutmoqda. U yarim o'rta vaznda UFC'ning yangi chempioni bo'ladi. Jack Della Maddalena yaqinda yarim o'rta vaznda kamarini himoya qiladi. Albatta, siz birgalikda tayyorgarlik ko'rdingiz. Natijada u chempion bo'ldi va sen ham kamaringni qaytarib olding. Islomga qarshi jangda Jackka shubha bilan qaraydiganlar uchun uni yaxshi bilgan odam sifatida nima deya olasan? Mujik undan qanday shubhalanish mumkin? U haqiqiy yarim o'rta vazn jangchisi. Kurashchi Belal bilan qanday jang qilganini ko'ring. Stoykada esa u shunchaki ajoyib. Kafolat beraman, o'sha jangdan keyin uni o'zi kurashiga ishonchi yanada ortdi. Hozir bo'lsa butunlay boshqa daraja. Demak, bu yarim o'rta vaznlar uchun hammasiga juda ham qiyin bo'ladi. Men u bilan mashg'ulotlar o'tkazdim. Bundan tashqari bu jangga ham u bilan tayyorgarlik ko'rdim. O'ylaymanki, biz yana nimanidir qo'shamiz. Hozir bo'lsa u shunchaki mashina. Albatta, Islomni kamsitib bo'lmaydi va yerga urib bo'lmaydi va uni o'zi ham bunday qilmaydi. Nima deb o'ylaysan, bu jangdan keyin Islom yarim o'rta vaznda qolish fikridan voz kechadimi? Bilmadim. Men bu haqda o'ylamadim. Lekin Maddalenani boksi, chidamliligi, kuchi aql bovar qilmas darajada. U muddatdan oldin Islomni mag'lub qilishi mumkin. Bunga qaramasdan men Islomning xususiyatlarini yerga ura olmayman. U yarim o'rta vazndagi ko'pchilik uchun dahshatli raqib bo'ladi. Lekin o'ylaymanki, bu jangda Jack g'alaba qozonadi. Islom uchun yangi bo'lgan yarim o'rta vaznda g'alabaga kalit nima bo'ladi? Menimcha, u jangni parterga o'tkazish kerak. Chunki u yerda ancha kuchli. Jack parterda Islom foydalanishi mumkin bo'lgan ko'plab xatolarga yo'l qo'yadi. Lekin boshlanishiga o'sha holatga o'tish kerak. Ammo jang stoykada bo'lsa-chi, u yerda nima bo'ladi? Islomni yangi vaznda ko'rish juda ham qiziq. U yerda uni kuchi saqlanib qoladimi? Men bu jangni kutmoqdaman. Tomosha qilishga boraman. Men kamarimni qaytarib olmoqchiman chunki. Hozir men uchun eng muhimi jang qilish, g'alaba qozonish, keyin esa chempionlik uchun jang qilish. Merab Zilashvili. Islom uchun Maddalena bilan jang oson bo'lmaydi, ammo ikkinchi kamarni qo'lga kiritish uchun unda imkoniyat bor deb o'ylayman. Maddalena yaxshi jangchi, ajoyib udarnik, lekin Islom ham ayyor. Uni kurashi yaxshi, u chapaqay, kam o'tkazadi. Raqibini juda ham mahorat bilan yerga o'tkazadi va uni o'sha yerda charchatadi. Bundan tashqari biz hammamiz Maddalena va Belal Muhammad o'rtasidagi jang qanday tugaganini ko'rdik. O'ylaymanki, Islom bu jangda albatta xulosa chiqaradi va tuzatishlar kiritadi. Yana bir marta qaytaraman. Bu juda ham qiyin jang bo'ladi Islom uchun. Lekin u ikkinchi kamarni olish mumkin. Hamzat Chimayev o'rta vaznda chempion bo'ldi. Endi savol tug'iladi. Bu qancha davom etadi? Hernandez yoki Rider unga raqiblar bormi? Hamzat hozir o'zini kamarini oldi. Hernandez albatta unga yaxshi jang bo'lishi mumkin. U parterda juda yaxshi kurashadi. Odamlarni yerga o'tkaza oladi. Uni orqasidan kimdir yiqitganini ko'rmadik. Riderga keladigan bo'lsak, u hozir bandga o'xshaydi. U Brandon Allen bilan jang qilmoqda. U ham yaxshi va unda ham imkoniyat bor. Bu janglarda kim g'alaba qozonishi, kim oldinga o'tib olishi va Hamzat bilan jang qilishi qiziq bo'ladi. Lekin baribir ham Hamzat o'tgan jangini juda ham zo'r o'tkazdi va kuchini behuda sarflamadi. O'zining rejasiga birinchi marta amal qildi. Sen yarim o'rta vaznda eng yaxshilar bilan jang qilding. Maddalena va Islom o'rtasidagi jang haqida qanday fikrdasan? Kim yutadi? Men avstraliyalik emasman. Shuning uchun menga ishonish mumkin. Men bu yerda xolisman. Menimcha Maddalena bu yerda g'alaba qozonish uchun real imkoniyatga ega. U Belal Muhammad bilan jangda takedownni bemalol to'xtata olishini ko'rsatdi. Va menimcha u ko'pchilikni hayratda qoldirishi mumkin. Chunki odamlar Islomni Habibni yaxshilangan versiyasi deb atashadi. Ular har doim uning ismini Habib bilan bog'lashadi. Ularning uslubi bir xil deb o'ylashadi. Ammo bular aslida butunlay boshqa jangchilar. Shunaqa qilib Maddalena dunyoni larzaga keltirish va Islomni mag'lub etish uchun haqiqiy imkoniyatga ega. Jorge Masvidal.
Men Islomni ko'rganman, oldin ham aytgandim bu haqda. U juda ham katta. Yengil vaznga vazn qilish uchun juda ham ko'p vazn tashlardi va menimcha bu vaznda o'zini juda ham zo'r his qilishni boshlaydi. Albatta uni formasini ko'rish kerak. Va albatta bu ishni yaxshi qila olsa, bu jangdan keyin u qanchalik o'ziga xosligini ko'ramiz. Bilasizmi, bu juda ham zo'r jang. Agar Madalena Islomni mag'lub qilsa, u birinchi raqamli pound for pound bo'ladi. Bu juda ham zo'r. Bilasizmi, men Islomga ishonaman. Chunki albatta u uchun bu juda ham qiyin jang bo'ladi, lekin ajoyib jang. Jack Belal uni yiqitmoqchi bo'lganda bemalol himoya qildi. Belal MMA'dagi eng yaxshi kardio uslubiga ega. Ammo Belalda Islom uslubi yo'q. Bir xil texnika emas, umuman bir xil emas. Juda yaxshi, juda ham agressiv. Belal hech qachon to'xtamaydi. Har doim hujum qiladi. Ammo Islom aqlli odamga o'xshaydi. Ya'ni bu bilasizmi, Islom kurash saviyasi va stoykasi har jangida o'sib bormoqda. Ammo Babir ham jang boshlanishida u Jack bilan stoykada jang qila olmaydi. Jackning qo'llari ancha yaxshi, diapazoni keng, tezroq, kuchliroq. Ammo raundlar davom etar ekan, keyinchalik u bu narsani qila oladi. Javier Mendes. Bilasizmi, bu juda ham qiyin jang bo'ladi. Jack kattaroq, bilasizmi, u ancha katta yigit. Ikkinchidan uni formasi o'ziga mos. O'zini vaznida yaxshi ishlaydi. U stoykada yaxshi. Unda juda ham yaxshi rejalar bo'ladi. U ajoyib reja bilan jangga chiqadi va juda ham udarkada zo'r. Yaxshi boks, yaxshi kiklar, yaxshi takedowndan himoya, yaxshi jiu-jitsu. Bilasizmi, hammasi yaxshi. U hamma joyda yaxshi. U yaxshi zarba bera oladi. Bu jangchi biz uchun sinov. U oson raqib emas. Agar to'g'ri tayyorgarlik ko'rsak, biz buni oson jangga aylantiramiz. Bu oson raqib bo'lgani uchun emas, biz yaxshi tayyorgarlik ko'rdik va qo'limizdan kelganini ko'rsatish va bu kamarga jang qilishga muvaffaq bo'ldik. Lekin bu juda ham katta xavfga qarshi kurash bo'lib chiqishi mumkin. JZMni shunchalik xavfli qiladigan narsa nima deb o'ylaysiz? Birinchidan mag'lub bo'lmagan. G'alabalar seriyasi ancha uzoq davom etgan va bu bola buni juda ham yaxshi biladi va o'zini uslubini yaxshi aralashtirganini hisobga olsak, bu narsa unga ishonch beradi. Bilasizmi, u shunchaki boshni ushlab o'tirmaydi, balki bemalol jang qila oladi. Undan keyin kiklar keladi va bundan tashqari uni himoyasi haqiqatan ham yaxshi. Ammo Babir ham biz yerga tushamizmi yoki u bizga qanday o'yin ko'rsatishni ko'rishimiz kerakmi deb o'ylaydigan vaziyatda emasmiz va biz uni bizga biror narsa berishga majbur qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki u haqiqatan ham shunchalik yaxshimi yo'qligini men bilmayman. Michael Bisping. JZM Belal bilan jangda takedowndan himoya qilishni, JZM bizga Belal bilan jangda takedowndan himoyasi qanchalik yaxshi ekanligini ko'rsatdi. Albatta, Islom udarkasini ancha kuchaytirdi, bunda hech qanday shubha yo'q. Buni inkor etib bo'lmaydi. Albatta, Dustin Poirierga qarshi juda ham yaxshi jang qildi. Ammo Babir ham Islom uchun bu xavfli jang bo'ladi. Jack Della Maddalena boshqa daraja, ya'ni udarka bo'yicha. Menimcha UFC'dagi eng yaxshi, eng toza boksga ega. Oyoq bo'yicha kiklar, takedownlardan himoya va albatta aqlli game plan bilan har doim ajralib turgan. Menimcha Jackning Belalga qarshi jangi bu narsaga erishish uchun mukammal bo'ldi. Bilasizmi, siz yiqitishni to'xtatishdan ko'p narsa o'rganasiz. Chunki har bir jangchi ham kichik shubhalarga ega bo'ladi. Bilasizmi, men ishonchim komilki, Jack bu holatni boshdan kechirgan. Masalan, u meni yerga o'tqizsa nima bo'ladi deb xavotirlanasiz. Lekin u buni to'xtata olgani va o'zini juda ham qulay va yaxshi his qilgani uchun men sizga kafolat beramanki, u yanada yaxshiroq bo'ladi. O'zini takedownlardan ko'tarishiga ishonadi va bu jangga sezilarli darajada ruhiy yuksalib chiqadi. Menimcha uni ishonchi butunlay yuqori darajada bo'ladi. Shunaqa qilib, mashg'ulot lager orqali sizga kafolat beramanki, agar u hozir mashg'ulotlarga qaytgan bo'lsa va odamlar uni takedown qilishga urinayotgan bo'lsa, men u 100% boshqacha jangchi bo'lib chiqishiga ishonaman. Bilasizmi, faqatgina eng zo'r takedownlargina uni yengish imkoniyatiga ega bo'ladi va bu yerda hatto ushlab turish haqida gap ketmayapti. Menimcha Della buni amalga oshiradi. Jang oldidagi shovqinlar aqldan ozdiradiyondek ko'rinmoqda. U Belal bilan ham mashq qilmoqda. Islom bilan birga bo'lganda menimcha ancha o'zini bosib bo'lgan bo'ladi. Odamlar Dellani qanchalik katta ekanligini tushunishmayapti. U juda ham qattiq. Robert Whittaker. Bilasizmi, men aytmoqchimanki, Jackda menimcha X omili bor. O'ylashimcha, unda mag'lubiyatlarga qarshi kurashish, yer bilan yakkama-yakka olish uchun ichki kuch va qat'iyat mavjud. Albatta, Islom amalga oshirmoqchi bo'lgan takedownlar haqida gapirmoqdaman. Menimcha, to'g'ridan-to'g'ri jangda Jack yaxshiroq. U g'alaba qozonadi deb o'ylayman. Bu narsaga ko'proq moyil bo'laman. Menimcha Jack Islomga qaraganda 5 raundda ko'proq zarbalar berish imkoniyatiga ega. Ayniqsa Islom jang o'rtalariga kelib, menimcha odamlar Jackni kurashini yetarlicha baholashmayapti. Uni jiu-jitsusini ham hisobga olishmayapti.
Menimcha Islam hammani yiqitgandek uni yiqita olmaydi. Chunki Jekda o'ziga yarasha takedowndan himoya bor. Volk bilan ularni birinchi jangga keladigan bo'lsak, jang shu tarzda davom etishi mumkinligini ko'rmoqdaman. Menimcha Volk bilan qanday jang bo'lgan bo'lsa, Madalena bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Lekin menimcha Jek Volk qila olmagan narsalardan foydalanish uchun yaxshiroq imkoniyatga ega. Uni qo'llari yaxshiroq, ayniqsa 5 raund davomida qo'llari uzunroq, uni qamrovi ham kengroq. Ayniqsa Islam yaqinroq masofaga kelishga harakat qilayotganini hisobga olsak, Jekning takedowndan himoyasi va pastdagi o'yini shu qadar yuqori darajadaki, to'g'risini aytsam, bu mahorat bilan meni fikrimcha ularning hech biri qaysidir joyda juda ham ustun emas. Masalan, Islam yaxshiroq kurashchi bo'lishi mumkin, lekin Jek bunga qarshi kurashga ham tayyor. Aytgancha, menimcha u yaxshi qila olmagan har narsa uchun raqibini to'lattirishga majbur qiladigan boks uslubiga ega. Menimcha Islam kiklar borasida ustunlikka ega va agar Jek o'zini ko'p janglarda duch kelmagan bu holatni, ya'ni oyoq zarbalarini bartaraf eta olmasa, u o'ziga juda ham ko'p zarar oladi. Xo'p, u kiklarni yaxshi ko'radi. U buni Volkka qarshi ham juda ham yaxshi qilgan, samarali qilgan. Menimcha bu Islomning jang rejasi bo'ladi. Uni zarbalar bilan charchatib qo'yishga harakat qilish, imkoniyat tug'ilganda takedown qilish. Bilasizmi, men Crawfordning Caneloga qarshi jangi haqida ham shunga o'xshash fikrlarni o'ylamoqdaman. Tushunmoqdamisiz nima demoqchiman? Masalan, Crawford qanday ko'rinishga ega bo'ladi? Menimcha uni tanasi bunga tayyor. Xuddi Islomniki kabi. Va menimcha Islomning to'liq raundli jang uslubi har qanday raqib uchun juda ham muammoli. Men uni zarba berayotganini ko'rmoqdaman va menimcha buning evaziga u 50 ta zarba olganini va Makhachev kiklar bilan ustunlik qilib g'alaba qozonayotganini tasavvur qilmoqdaman. Ammo keyin u kurashga o'tib, u yerda jangni davom ettiradi. Menimcha bu jang chempionlik raundlariga boradi va bu eng qiziq vaziyat bo'ladi. Do'stlar, UFC olamdagi ekspertlarni eshitdik. Sizning fikringiz qanday bo'ladi? Pastda yozib qolding. Hammasini o'qish juda ham qiziqarli bo'lardi. Kelinglar pastda suhbatlashamiz.